Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 18-darsni boshlaymiz. Hop, 18-darsimizning mavzusi 我相信他们会同意的, ya'ni men ishonamanki ular rozi bo'ladi degan mavzu. Hop, bugungi yangi so'zlarimiz. Birinchisi xiang. Bu yo'nalishni bildiradi, ya'ni yo'nalishni bildirgandagi ga degan. Ga yoki dan degan ma'nosi ham. Biron bir kimga yoki kimdandir, kimdan deylik, undan yoki unga degan ma'nosi bor. Ya'ni mana kimdandir yoki kimga tomon qarab o'sha yo'nalishni bildiradi bu. Keyingisi one. One bu 10,000 degan miqdor, 10,000. Ch bor, keyin ch bor. Bu hieroglif bir xil, lekin pinyini ikki xil bo'ladi. Ya'ni pinyin deganda tonini aytmoqchiman. Toni ikki xil. Birinchisi o'sha 3-tonda bo'lsa, ikkinchimiz bu birinchi tonda. Ch ikki xil o'qiladi va ma'nosi ham farq qiladi. Bugun ikkala ma'nosini ham ko'rib chiqamiz. Keyingi so'zimiz bu tsuey, og'iz degani. Bu mana bu endi og'iz, haqiqiy o'sha odamning og'izi haqida gapirganingizda tsuey deysiz. Va keyingi so'z dongwu, hayvon. Duan bo'lsa bu qism, bo'lak, parcha. Bularni hammasini hozir birma-bir ko'ramiz. Birinchisi xiang. Bu tomon, qarab yoki bir narsaga yoki kimdandir yoki kimga. Misol uchun qarang, yo'nalish ma'nosi qayerga qarab harakat ketyapti, ya'ni ta xiang wo zoulai, u menga qarab kelyapti. Ta xiang wo zoulai, u menga qarab kelyapti. Yokida biron bir ish qilishdi, kimga, ya'ni wo xiang lao shi qingjiao, men o'qituvchidan so'rayman. Wo xiang lao shi qingjiao, men o'qituvchidan so'rayman. Xiang lao shi o'qituvchidan demoqchi. Yokida qarab, ya'ni bunda ham chuanghu xiangnan, ya'ni deraza deydi janubga qaragan. Chuanghu xiangnan, deraza janubga qaragan. Nan degani janub degani. Bu bilan keladigan birikmalarimiz xiang qianzu, oldinga yurmoq. Xiang qian, ya'ni oldinga, ga qo'shimchasi. Xiang ho bo'lsa orqaga bo'ladi. Xiang ho kan, orqaga qarab. Xiang lao shi, o'qituvchiga yoki o'qituvchidan bo'lishi ham mumkin, kontekstga qarab. Keyingisi ruguo ni xiang mai fangzi, agar sen dedi uy sotib olishni xohlasang, danshi meyo nami doqian, ammo unaqa ko'p puling bo'lmasa, xiangjiao, ya'ni xiangjiao inhang jiejian, ya'ni jiejian degani bu pul olib turish. Jie o'zi qarzga olish. Yoki aytishimiz mumkin xiang inhang jiejian, bankdan pul olish. Yokida jao pengyo jiejian, bironta do'stingni top pul olib turishga. Keyin biz bu gapni aytishimiz mumkin xiang pengyo jiajian, ya'ni do'stimdan pul olish. Keyingisi xiaoli he xiaohong do shi ni de pengyo. Xiaoli va xiaohong dedi, ikkisi ham sani do'sting. Niman hanjiu meijianli, sizlar anchadan beri ko'rishmadingiz. Jintian jiandao xiaoli. Ni jintian jiandao xiaoli, sen bugun xiaolini dedi ko'rib qolding, xiaoliga duch kelding. Bu yoqda aytyapti, if you want xiaoli to send your regards to xiaohong, agar dedi sen xiaolini xiaohongga sani o'sha regardslaring, ya'ni salomlaringni yetkazishni xohlasang, deydi, bangwo xiang xiaohong wenhao, ya'ni menga yordam ber xiaohongdan o'sha hol ahvol so'rashga degani. Ya'ni o'sha salom aytishga yordam ber degan gap bu. Wenhao bo'lsa salom aytish bo'ladi. Xiang bu preposition, ya'ni yo'nalish, towards, ga qarab. Ya'ni o'sha kontekstdagi ma'no qayerga qarab ketyapti. Deylik, orqaga qarash, oldinga qarash bo'lishi ham mumkin, yoki o'qituvchidan so'rash, o'qituvchidan olish yoki o'qituvchiga aytish. Laoshi, o'sha mana bitta gapimiz bor edi, wo xiang laoshi qingjiao, men o'qituvchidan so'rayman. Yokida mana xiang inhang jiejian, bankdan pul olish. Shunaqa ma'noda keladi. Misol uchun yana qarang, mana bu misollarimiz bor. Da wei suesi iji hen nuli, ya'ni David dedi doimo juda ham qattiq o'qiydi, hen nuli, tirishib o'qiydi. Lao shi rang tong semen
同学们向他学习 ya'ni o'qituvchi talabalarni undan o'rganishini aytdi, undan o'rganish kerakligini aytdi yoki undan o'rganishga o'sha undadi. 向左坐向右坐 ya'ni chapga qarab yur, o'ngga qarab yur. Keyingi so'z one degani bu 10 ming degani. 1 bo'lsa 10 ming bo'ladi. 他有1万块钱 unda 10 ming yuani bor. 这个城市有100万人 bu shaharda 1 million odam bor degan. Bu bilan keladigan birikmalarimiz shivan bo'lsa 100 ming bo'ladi. Bayvan bo'lsa million bo'ladi. Qianwan bo'lsa 10 million. Wan i bo'lsa agar degani, ya'ni kutilmagan holatlarda ishlatiladigan gap. Hop. 你能借我1万块钱吗? Sen menga 10 ming yuan berib tura olasanmi? 我下个星期就还你. Mana bu yoqda bu hay emas, bu huan bo'lib o'qiladi. Ya'ni qaytarish degan ma'nosida. Men senga deydi, kelasi hafta qaytarib beraman. 这块手表很贵. Bu soat, qo'l soati juda ham qimmat. 5万多, ya'ni 50 mingdan ko'p degani. Hop, davom etamiz. Keyingisi bu bizani bugun grammatikamiz bo'ladi. 只要 bilan, ya'ni o'sha 只要 va 就 bu ikkalasi birga keladi. Qanaqa? 只要 bo'lsa agar bo'lsa bu bo'ladi. Ya'ni agar mana shu narsa bo'lsa, keyin bu bo'ladi. Agar bo'lsa, o'sha unda bo'ladigan bo'lsa, keyin bir narsa bo'ladi. Tuzilishi 只要 dan keyin shart bo'lishi kerak. O'sha nima bo'lishi kerak? Bir narsa bo'lsa, keyin natija bo'ladi, keyin o'sha narsa bo'ladi. Agar bu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, bu ham bo'lmaydi degan ma'noda. Misol uchun qarang, yoki faqat deyapti, yoki faqat bo'lsa, darrov bunisi bo'ladi. Agar bu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu bo'lishi mumkin. Misol uchun 只要 o'zi agar, faqat shart, ya'ni aytayapman hozir sizga, shart bo'lishi kerak, bir narsa bo'lishi shart bu yoqda. Bu agar degani bilan bu o'tgan darslarda biz o'tgan rugoga to'g'ri kelmaydi ikkalasi. Rugo bu oddiy agar. Bu yoqdagi bu 只要 degani bu shart bo'lishi kerak. Bir narsa bo'lsa, o'sha shart bo'ladigan bo'lsa, keyin bu narsa bo'ladi. O'sha natija bo'ladi undan keyin. 只要 minimal shart, ya'ni eng kichik shart. Shart bajarilsa, undan keyin mana bu 就 dan keyin o'sha albatta bo'ladigan ishga yetasiz. Misol uchun 我和爸妈不住在一起, ya'ni men va ota-onam birga yashamayman. 如果我周末有时间, agar dam olish kuni vaqtim bo'lsa, 我就一定会去看他们. Men albatta ularni ko'rishga boraman. Xo'p, bu bitta uzun gap bo'ldi-ya. Endi biz buni aytishimiz mumkin. 我只要周末有时间, mana bu yoqda qarang, 只要 ketyapti. 只要 agar bo'lsa dedim hozirgidek. Agar deydi, jo'moda dam olish kunida vaqtim bo'lsa, 就会去看爸妈. Albatta deydi, ota-onamni ko'rishga boraman. Tushundingizmi? Mana bu vaqt bo'ladigan bo'lsa, agar vaqtim bo'lsa deydi, o'sha shart bajarilsa, ya'ni shart bu yoqda vaqt bo'lishi. Agar vaqtim bo'lsa, men boraman ota-onamni ko'rishga. Keyingisi 弟弟问妈妈可不可以玩电子游戏? Ukam onamdan so'radi, kompyuter o'yinini o'ynasa maylimi yo'qmi? Mama shu, onam aytdiki, 你只要做完作业了, agar uyga vazifangni yozib tugatsang, 就可以玩了. Unda o'ynasang bo'ladi. Tushundingizmi? Bitta ish bajarilsa, agar shu narsa bo'lsa, keyin bu bo'ladi. Shunaqa vaziyatda shuni aytishingiz mumkin. Agar deydi, sen menga pul bersang, deydi, misol uchun o'zbekchada men sizga aytsam, agar menga pul bersang, men senga buni beraman. Yoki agar sen menga uyga vazifani bersang, yoki o'sha uyga vazifada yordam bersanggina, men senga o'sha ishni qilib berishim mumkin. Yoki sen Pekinga borsanggina, shu odamni topasan. Shunaqasiga tushunib olsangiz bo'ladi. Davom etamiz mana. 只要我有时间就一定跟你出旅游. Agar vaqtim bo'lsa, albatta sen bilan sayohatga boraman. Yokida 我只要喜欢就一定会买. Agar yoqsa olaman. Albatta yoqsa olaman. Keyingisi 只要你想去我就跟你去. Agar sen bormoqchi bo'lsang, agar sen borishni xohlasang, men ham sen bilan boraman. Yokida 只要你给我买我就能照顾好他. Agar sen menga olib bersang, men uni yaxshi g'amxo'rlik qilaman. 照顾 degani g'amxo'rlik qilish.
Mana boya aytgandek, rugo va jiyo ikkalasini ham ma'nosi agar degani. Lekin jiyoda shart bo'lishi kerak. Bitta narsa bo'lishi shart. O'sha narsa shart bo'lsa, ana undan keyin shu ish bo'ladi. Yana misollarimiz. 我只要周末有时间就会去看爸妈妈。yokida 只要我周末有时间就会看爸妈. E'tibor bering. Egadan keyin ham kelishi mumkin, oldin ham kelishi mumkin. Xato bo'lmaydi. Bu yoqda shu narsani yozmoqchi. Bular hammasi boyagi misollarimiz. Hop, va bu joyda siz hozirgi mana shu grammatika bo'yicha gaplarni tugatib qo'yasiz. Va shu joyda biz hozir audio eshitishimiz kerak. Hozir biz audio eshitamiz. Audio eshitishdan oldin savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. 你的打算向男的解释吗? Ya'ni aytyaptiki, ayol erkakdan nimani deydi, o'sha qarzga olib turmoqchi. 第18课，我相信他们会同意的。 Lesson 18. I believe they'll agree. 课文1，在打电话。 Text 1. On the phone. 老周，我打算买房子了，想向你借点钱。没问题，只要我有，就一定会借给你的。还差多少？还差5万块钱。好，钱下午打给你。你打算在哪儿买房？就在我们医院前面。那你以后去医院就方便了。你的打算向男的解释吗? Ayol erkakdan nimani qarzga olib turmoqchi. Savolga javob bergan bo'lsangiz tekshiramiz. 你的打算向男的借点钱, bir ozgina pul olib turmoqchi. Hop, hozirgi audio tekst varianti. 就老周我打算买房子了，向你借点钱，没问题，只要我有，就一定会借给你的。还差多少？还差5万块钱。好，我下午打给你。你打算在哪儿买房？就在我们医院前面。那你以后去医院就方便了。Hop, qarang, 老周 degani bu yoqda o'sha chaqirish, o'zi Jo'ming ismi, o'shani Lavjo deb chaqiradi. Xitoyda shunaqa bor. Familiyasini orqasiga ham Lav qo'yib qo'yadi ba'zida. Lavjo. 我打算买房子, men deydi, uy sotib olishni reja qilyapman. 想向你借一点钱, ya'ni sendan ozgina pul olib turmoqchiman. 没问题, muammo yo'q. 只要我有, agar menda bo'lsa, 就一定会借给你的, senga albatta beraman. 还差多少? 还差 degani yana qancha yetmayapti degani, yana qancha kam degani. 还差多少 yana qancha yetmayapti senga, yana qancha kam. 还差5万块钱, yana 50 ming yuan yetmayapti. 好，我下午打给你, man senga deydi tushdan keyin, o'sha obeddan keyin beraman. 你打算在哪儿买房? Sen qayerdan sotib olmoqchisan uyni? 就在我们医院前面, bizning kasalxonaning ro'parasidan. 那你以后去医院就方便了. Unaqada keyinchalik san deydi kasalxonaga borishing juda ham fangbian bo'ladi, ya'ni qulay bo'ladi degani. Hop, bu yoqda siz raqamlar berilgan raqamlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi, xitoychasini o'qilishini. Bu yoqda o'sha topshiriqni tugatishingiz kerak, ya'ni dialogni tugatishingiz kerak. Kontekstdan, bu yoqdagi ma'nosidan, gapdan. Hop, davom etamiz. Ch, buni ikkita o'qilishi bor dedim, ikki xil toni bor. Birinchisi ch va ch.
Agar ch bo'ladigan bo'lsa, bu faqat degani only bo'ladi ingliz tilida. Xolos. Misol uchun, 我只要一个 menga faqatgina bitta kerak. 他只喜欢你 u faqat seni yoqtiradi. 我今天只吃了面 men bugun faqat lag'mon yedim. Bu bilan keladigan birikmalarimiz i. Xo'p, endi qarang, yo'q, uzr, adashdim. Mana ikkinchi ma'nosi bu ch. Ch bu hisob so'z hayvonlar uchun. Hayvonlar va ayrim narsalar uchun. Bugungi mavzuda bizaga buni hisob so'z deb bergan. Men sizga faqat mana buni eslatib o'tyapman. Ch faqatgina hisob so'z emas. E'tibor bering, mana toni agar 3-chi tonda bo'ladigan bo'lsa, ch bu only faqat degani. Ingliz tilidagi only bo'ladi. O'zbek tilida o'sha faqat, xolos. Faqatgina shu, faqat shu ish qilaman yoki faqat shuni yedim, faqat shuni qildim deganda ishlatamiz. O'zi bizani kitobimiz bo'yicha bugungi mavzuda bu ch berilgan. Ch ya'ni o'sha hayvonlar va ayrim narsalar uchun hisob so'z. 一只猫 bitta mushuk. 两只狗 ikkita it. 一只手 bitta qo'l. 这里有几只小猫 bu yerda nechta kichkina mushukchalar bor. 这里有五只小猫 bu yerda deydi 5ta kichkina mushuk bor. Keyingi so'zimiz bu dongwu. Dongwu hayvon degani. 我喜欢动物 men hayvonlarni yoqtiraman. 这个动物很可爱. 可爱nima o'tgan darslarda tushuntirganman. O'sha yoqimtoy degan, ya'ni yoqimtoy, yoqimli. Bu hayvon juda ham yoqimtoy. 动物园 degani 动物园 bu zoopark bo'ladi, ya'ni hayvonot bog'i. 动物园里有很多动物. Hayvonot bog'ida juda ham ko'p hayvonlar bor. 小动物 kichkina hayvon. 野生动物 yovvoyi hayvon. E'tibor bering, mana 野生 bo'ladi yovvoyi degani. 野生动物 yovvoyi hayvon. 动物园 hayvonot bog'i. Keyingi so'zimiz zuey. Zuey bu og'iz degani. Odam yoki hayvonning og'zi, o'sha og'iz haqida gap ketyapti. 张开嘴 og'zingni och. 他的嘴很小 uning og'zi juda ham kichkina. 不要用嘴说坏话. 坏话 degani bu yomon so'zlar. Og'zing bilan yomon gap gapirma. 张嘴 og'izni ochmoq. 闭嘴 degani ovozingni o'chir degani. 闭嘴 deysiz. 闭嘴 ovozingni o'chir, gapirma degani. 大嘴 bo'lsa katta og'iz. Yana misolimiz bu yoqda. 这是小猫的鼻子. 这是小猫的鼻子. 这是小猫的小猫的眼睛. 这是小猫的嘴. 鼻子 bu burun degani. 这是小猫的眼睛. Mushukchaning ko'zi va 这是小猫的嘴 bu mushukchaning og'zi degani. Hop, endi qarang, zuey bilan ko'ni nima farqi bor? Men o'tgan darsda aytganman. Ko bor degan bo'lsa, u ham og'iz degani va hisob so'z oila a'zolari uchun deyilgan. Hop, zuey bu og'iz, bu konkret aniq og'iz degani. Aynan og'izni ma'nosi. Mana shu odamning og'zi bu zuey bo'ladi. Qachon ishlatiladi? Odam og'zi haqida gapirganda, hayvon og'zi yoki gapirish, ovqat yeyish bilan bog'liq bo'lganda. Misol uchun hozir mana boya ko'rganimizdek, changzuey og'izni ochmoq, zuey hansiyo og'iz juda ham kichkina. Endi ko'chi, ko qanaqa ma'noda? Ko ko'proq ko'chma ma'noda keladi, ya'ni abstrakt yoki umumiy ma'noda, yokida hisob so'zlar bo'lib keladi oila a'zolariga. Og'iz bo'lib kelganda i ko shui, bir yutum, bir qultum suv degan. O'sha og'izdan kiradimi suv ham, o'shaning uchun bir qultum, bir og'iz suv degan gap. Biz ham o'zbek tilida bir qultum suv deganida bu. Yoki teshik, o'sha kirish joyi. Minko eshik oldi. Ko'p joylarga o'sha Xitoyda yurganingizda kirish joylari minko deyiladi, ya'ni eshik oldi, kiradigan eshik. Luko bo'lsa bu chorraha degani. Luko chorraha, ya'ni yo'lni kesishgan joyi. Перекрёст deymiz. Va hisob so'z bu oila a'zolariga deb o'tganmiz HSK 1-darajada. I ko'rin bir kishi, ya'ni oiladagi bir kishini gapirganingizda. Keyingi oxirgi so'zimiz bu duan. Duan ma'nosi qism, bo'lak, parcha. Xo'p, bu nimalarni qismi, nimani bo'lagi, qanaqa ma'nolarda keladi? Ko'rib chiqamiz birma-bir. Matn haqida ham gap bo'lishi mumkin deylik, paragraf haqida deylik. Mana birinchi paragraf deganda i duan hua bir parcha gap. Yokida i duan wenjang maqolaning
bir qismi. Iduan, Wenjang maqola. Vaqtga nisbatan ko'proq keladi og'zakida. Xitoyliklar ko'p ishlatadi mana shuni. Iduan shijian bir muddat vaqt degani. Bir ozgina vaqtga degan ma'noda. Iduan shijian bu rosa ko'p keladi og'zakida. Buni eslab qoling. Keyin Iduan Lu yo'lning bir qismi. Birikmalarimiz Iduan Hua bir parcha gap, Iduan Shijian bir muddat va Iduan Lu yo'lning bir qismi. Mana bu yoqda ham beriladi shu narsa. Iduan Shijian ya'ni bir muddat degani. 我下个月要去上海住一段时间 ya'ni ya'ni men dedi keyingi oyda Shanxayga borib qisqa muddatga borib turib kelaman Shanxayda ozgina vaqtga desangiz iduan shijian deysiz. Hop. Audio eshitamiz. 男孩想要什么 ya'ni o'g'il farzandiga nima kerak, nimani xohlayapti. 课文2，在商店。 Text 2. In a store. 妈妈，你看那只狗多可爱，眼睛大大的，嘴小小的，我们买回去吧。动物和小孩一样，都需要人照顾。买回家去，谁照顾它呀？我照顾啊。这段时间你自己的衣服都没洗，你能照顾好它吗？只要你给我买，我就能照顾好它。 Hop, audioni eshitgan bo'lsangiz javob tekshiramiz. 他想要一只小狗. U dedi kichkina kuchukcha xohlayapti. Hozirgi audio tekstini ko'rib chiqamiz. Mama, 我看那只狗多可爱，眼睛大大的，嘴小小的，我们买回去吧。动物和小孩一样，都需要人照顾。买回家去谁照顾它？我照顾啊。这段时间你自己的衣服都没洗，你能照顾好它吗？只要你给我买，我就能照顾好它。Endi qarang, mama, 你看那只狗多可爱. Ona qarang, u kuchukcha juda ham yoqimtoy ekan. 眼睛大大的, ko'zlari katta, 嘴小小的, og'zi kichkina. 我们买回去吧, sotib olib ketaylik, sotib olaylik. 动物和小孩一样, hayvon va yosh bola bir xil. 都需要人照顾, ikkisigayam dedi g'amxo'rlik qilishga odam kerak. 买回家去, sotib olib uyga borsak, 谁照顾他? Kim unga g'amxo'rlik qiladi? 我照顾, men g'amxo'rlik qilaman dedi bola. Endi aytyaptiki, 这段时间你自己的衣服都没洗. Bu vaqtda deydi, sen o'zingni kiyimlaringni o'zing yuvolmaysan-ku. 你能照顾好他们, sen unga yaxshi g'amxo'rlik qila olasanmi? 只要 boyagi grammatikamiz. 只要你给我买. Agar siz menga uni sotib olib beradigan bo'lsangiz, 我就能照顾好他, men unga yaxshi g'amxo'rlik qilaman. Bu yoqda qarang. Gaplarni to'ldirishingiz kerak. Mana bu yoqdagi so'zlarga qarab o'ziga tegishli bo'lgan, shu paytgacha biz o'rgangan hisob so'zlardan foydalanib. Bu yoqda ham rasmlarga qarab turib gaplarni to'g'rilab qo'yishingiz kerak. Mana bu a grammatikasi bo'yicha esingizda bo'lsa. Da, shunaqa grammatika bilan tugatib qo'yasiz. Va shu joyda bugungi darsimiz tugaydi. Boyagi grammatikada yoki so'zlarda tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol so'rashinglar mumkin. Rahmat hammaga.